uyda qarib chirib yotgan telefonim bordi. Shuni sizga berdim. Telefon ham qarib chirgan bo'ldi, ko'ringlarchi. Men kabi. O'sh yonkislari 86 ekan. Xo'sh, joyi 128 talik. Holatlari ham idealagan qanchada olsiz buni? 900 o'y, nima narxini eslashyapsiz? Mashinangiz emas sizni. Mashinamni narxisiz turishingizdan ham qimmat. Men turishim endi. Bo'pti, buningizga 500 beraman. 500 вообще ekan. Voy nimaga ekan? Men yaxshi narx aytdim-ku. Qarib chirigan bo'lsa ham idealniy состояние turibdi, o'zingiz ko'rdingiz-ku. Buni yoshi o'tmaydi-ku, endi ko'rib turibman. Bo'ldi, buningizga 520 beraman. Yo'q, shu 15 Pro'lar ichida eng zo'r saqlangan telefon shu, o'zim tutganman, tabarruk bu voy. Buni tutganmiz qanaqa qilib saqlaganmiz? Olasiz, suv sotilib ketadi. Yo'q-a? Vash yupqa kiymoqsiz-ku, a? Kiyimimdan so'yamayapsizmi? telefonni bahoding. Aytdim sizga 520 beraman deb. Maydalashmayman, 800 ga beraman, ketamiz. Voy, bo'pti, mana bundan qilmayman. $100 tushdi. 540 beraman. Bo'ldi, 540 beraman yo'masa. 800 normalniy narxi. O'z siz vash yetib tashyapsiz. Buni mashinangiz ham unaqa ketmaydi-yu. Mashinam yetadi, siz turishingizdan. Hozir mana bunda 15 yil yetamisizlar desam, menga ham vashshana qo'yib ketadi. Sizni zalogga qo'yib qo'ysam ham monza bermaydi, turishingizga ishonmasizmi? Bo'pti, yo'masa menga 580 beraman. 600 Bo'ldi, mana shuncha qildimmi? Yo'q, 600 mi? Bo'ldi, yo'masa korobka o'ziniki-ku, to'g'rimi? O'ziniki. Bo'ldi, yo'masa tekshirib pulni sana beraman. Bo'ldi.